ingichkasi. Nimaga ingichka variantini tanlayapmiz? Chunki nima bo'ladi yuza kattasi? Neyse, maydaladik-da, ichiga soldik. Xo'p, ichiga soldik, alyuminiy bor, alyuminiyga biz natriy gidroksidini solamiz. Metallar natriy gidroksid bilan kirishadimi? Mana bu metal. Kirishadi, to'g'rimi? Nima chiqadi? Yo'q, bizda hozir alyuminiy bo'lsa. Natriy alyuminat deymiz. Natriy 2 alyuminiy olg'uch, endi eritmada u boyaga 4 ta OH saqlagan holatda bilan natriy katta hovuz, alyuminiy OH 3, OH 4. Esinglarda? Plus nima chiqadi? Vodorod chiqadi. Ha? Natriy, mana bu hozir bizda natriyni quruq nimasi. Natriy gidroksid. Tuzi. Tuz emas, nima? Ishqor o'zi quruq qoladi. Masalaga tushuntirgandim, S metalli va granulasimon oq rangli bo'ladi. Uyuvchi, kaustik soda deyiladi, texnik nomi. Endi biz hozir buni eritmasini tayyorlab olamiz. Bunga suv solamiz. Nima suv bilan solib boshlaydi işte. Pislimengan suv. Ya. Demak, alyuminiy bilan hozir eritmasini kirishtiramiz. Shunda bizda vodorod ajralib chiqadi. Chiqargan vodorodimizni mana sharga yig'amiz. Sharga yig'amiz. Shar pishadi. Nazariy bo'yicha. Keyin sharni olamiz. Qo'yib olsak nima bo'ladi? Oddiy og'izda puflab turib o'chirib karbondan ko'proq bo'ladi, emir ortib ketgan bo'ladi. Bunda vodorod eng yo'qolgancha havo o'chishi kerak. Tushundingizmi? Birinchisi. Yana bitta narsani tushunib olsak bo'ladi, keyin yoqamiz. Vodorod yonsa nima chiqadi? Qaldiroq gaz bor, qaldiroq gaz deyiladi. Aqllash kerak. Aqllagan ovoz ko'rasizlar aytasiz. Ishqori mana konsentratsiyasi oshgan payt erishdi. Erib bo'ldimi? Demak, yetar. Agar yetmasa, mana ish juda ham qizidi. Ishqor eriganda yetarli. Yetarli. Hozir boshda sekin reaksiya kirishadi. Biz nisbat o'lchamadigan, o'ylamadigan, prosta biz ko'p vodorod chiqish kerak. Agar mabodo nima bo'lsa, halqa qo'shish kerak. Halqalaring kerak. Bu yetarli. Demak, shart tayyormi? Shart tayyor. So'ygandan keyin birdan oziladi. Ozgina chiqishi mumkin, chunki havoni haydab chiqarish kerak. O'zi ham ushlab tursa kerak, yo'q, chiqib ketadi mumkin. Shart. Yetarli. Yo'q, keyin aralashtiramiz. Vodorod o'sha rangsiz gaz bo'lganligi uchun bizga uncha bilinmaydi. Tekshish joyi yo'q. Sal chayqatib. Mana ishot. O'zi vodorod chiqib boshladi. Bo'ldi, ko'payib ketsa ham bo'lmaydi. Portlab ketib qolishi mumkin. Ehtiyot bo'linglar. Birdan olasiz ekan, tushundingmi? Bu reaksiyani o'zlaringiz ko'rib ko'rmaysizlar uyda. Bizning ham shishamiz ma'lum darajada issiqlikka chidamli. Hozirlardagi bankaga qo'ysalar yorilib ketishi mumkin. Qanday tomoni bor? Tekshiruv joyi bormi? O'zi yetarli. Haqimga ketmaydimi? Cho'tirib davolab. Vodorod yo'ladi. Reaksiya ketdi. Bog'lanadi, olgandagi ular o'zini aylantirib qo'yishib olishingiz hozir eslang pastda. O'zi reaksiyasi tugadi, ko'rdingizmi? Qaytib keta oling siz. O'rab oling. Bir ikkita shar o'zini o'rab olgan, mana bu.
Sizdan idish juda ham isib ketgan, shuni qo'lida kuydirib. Sal pastroq handillaydi, chunki shaharimiz juda katta bo'ldi. Fakat bu xonamiz sizlarga chiqamiz. Yonxonaga aslida xavfsizroq bo'lishi uchun. O'zi uchyaptimi yo'qmi? O'zi? Hali o'zi